yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzimizlar, sog' salomatmisizlar? Labo mashinasi uchun xolodilnik furgon so'raganlar. Mana xolodilnik furgon o'rnatib berdik. Bu furgonni men sizlarga qisqacha obzor qilib beraman va video oxiridan narxini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaversak, qani ketdik. Yuraveraymi? Bu furgon haqida sizlarga ma'lumot berishni boshlayman. Balandligini 1.40 qilib berganmiz. Qalin sandwich paneldan eng qalini 8 lik va qoshlarni polni nerjavika nikel qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu furgonimiz asosan go'sht, sut, muzqaymoq, ya'ni o'zining sifatini yo'qotadigan mahsulotlarni tashish uchun mo'ljallangan va bu furgonga xolodilnik, mana bu yerga refrigerator o'rnatilmagan holda 24 soatgacha o'z haroratini saqlab beradi. Masalan, ichiga muzlagan go'sht yo biror narsa ortdingiz, 1 sutkagacha sifati o'zgarmaydi va muz ham erib ketmaydi. Va yon tarafdan eshik ochib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar, kamerani yaqinroq olib keling. Mana zamoklari rossiyskiy, turbalargacha nikel qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bakovoy eshikning yo'llarini ham polniy nerjavika nikel qilib berganmiz. Bitta narsani aytib o'taman, hamma joyga zaklyovka urilgan mana. Ko'rishingiz mumkin, hamma joyga zaklyovka urilgan va bu eshik uchun ilmoqcha. Ko'rishingiz mumkin, eshikni ushlab turish uchun. Ochib ko'rsataman. Eshikning yo'llari turetskiy rezina, ahamiyat qarataverasizlar. Juda sifatlisi. Misol uchun bu issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli, o'zining sifatini yo'qotmaydi, kafolati bor. Ko'rishingiz mumkin, bu Bakovoy eshik ochilishi. Misol uchun bu tarafdan yuk olishga to'g'ri kelib qolgan vaqtda shunday yukni olib tushirib, yana yopib qo'yib ketaverasizlar. Bakovoy eshikning yo'llari ham mana ugunliklari polni nerjavika nikel. Hamma joyni qo'ldan kelgancha nerjavika qilib berganmiz. Biror joyda ochiq joyi yo'q. Mana qalinligini ko'rishingiz mumkin, juda qalin. Pastiga sanduqcha o'rnatib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu asosan akkumulyator o'ziga kerakli jihozlarni solish uchun mo'ljallangan. Uni ham yo'llari polni nerjavika nikel alikafondan qilib berganmiz va qulf kalitlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu sanduqchadan ikki tarafiga ham o'rnatib berganmiz. O tarafdagisini ham ko'rsatib o'taman. Uning ichida akkumulyator bor akalar. Bu ikkinchi tarafdagi sanduqchasi, ahamiyat qarataverasizlar. Mana ichida akkumulyator turibdi. Misol uchun buni yoniga balon kalit, ключ, agnoshetel, aptechka shunaqa narsalar bemalol solib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki bu laboni ichida ko'rishingiz mumkin, aptechka o'zi kichkinagina hech narsa qo'yishga joy yo'q desa ham bo'ladi. Misol uchun sanduqchaning sizga foydali tarafi mana bu akkumulyatorni yopib beradi. Misol uchun mashinani yo'l chetida tashib ketsangiz, birorta asta uxlatib ketsa ham mumkin akkumulyator. Hozir unaqalar ko'paygan. Shuni hisobga olgan holda mana qulf kalitlari bilan qilib berganmiz. Bemalol qulflab qo'ysangiz hech kim kelib ocha olmaydi va bunga ham katta kafolati bor. Juda baquvvat. Ko'rishingiz mumkin. Sifatiga kafolati bor. Endi orqa qismiga o'tamiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, zamoklar rossiyskiy, turbalargacha nikel qilib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Va tepa qismiga suv oqish uchun mo'ljallangan tarno o'rnatib berganmiz. Bu tepasi suv to'da bo'lib qolmay, shunday oqib chiqib ketadi. Va pastiga zadniy duga. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham polni nerjavika nikel, juda chiroyli chiqqan, juda baquvvat. Bu zadniy duga faqat chiroy uchun emas, misol uchun baxtsiz hodisalarda orqaga zadniga yuryapsiz, orqada stal va daraxtni ko'rmay qolishingiz mumkin. Shu vaqtda himoya vazifasini bajarib beradi. Va orqasiga ham ilmoqcha o'rnatib berganmiz. Eshikni ushlab turish uchun ahamiyat qarataverasizlar. Endi ichki qismiga o'tamiz. Mana buni go'zalligini qaranglar akalar, juda chiroyli chiqqan. Mehr bilan ish qilingandan, mehr bilan ustakalarimiz mehnatni qilgan, mehr bilan qilgan. Ustakalarimiz mehnatini kommentariyada 1 dan 5 gacha baholab ketinglar. Hali ham obuna bo'lmay kuzatayotganlar akalar, uyalinglar. Bitta shunday obunachani bosib, zo'r tugmasini bosib qo'yasizlar. Va ma'lumot berishni boshlayman. Burchaklarga ahamiyat qarataverasizlar. Mana burchaklar polni nerjavika nikel. Vay, buni go'zalligini qaranglar. Poliga keladigan bo'lsak, ahamiyat qarataverasizlar akalarim. Splashnoy nerjavika qilib berganmiz. Biror joyda uloq joyi, svarka tekkan joyi yo'q. Va vanna qilib ko'tarib berganmiz yonlarini. Ko'rishingiz mumkin. Buni poli qon bo'ladimi, loy bo'ladimi, akalarim bir sati suv bilan top-toza qilib yuvorasiz, mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q. Ustini qanday karcher bilan yuvsanglar, ichini ham xuddi shunaqa qilib karcher bilan yuvaverasizlar. Akalar, hech narsani o'ylamasdan olib kelaverasizlar. Sifatiga o'zinglar baho beraverasizlar. Hech qayerga suv o'tib ketmaydi. Misol uchun go'sht, eriydigan narsa olsangiz ham erib biror joyini chiritib yubormaydi mashinani. Va yana bir narsa aytib o'taman, mana yo'llarga ahamiyat beraverasizlar. Juda chiroyli. Biror joyda ochiq joy yo'q. Hamma joyini nerjavika qilib berganmiz akalar, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli chiqqan. Misol uchun bunaqa mehnatni uncha odam qila olmaydi, to'g'risida. Endi eng qiziq joyga keldik akalar.
Bu furgonimizning narxi 18 million so'm. Buni ichiga nimalar kiradi? Bokovoy eshik kiradi. Ikki tarafiga ikkita sanduqcha, mana bunaqa baquvvat chiroyligina zadniy duga kiradi va rama ustida kiradi. Hujjatlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi va bizning korxonamiz 20 yildan beri ish faoliyatini olib kelyapti va mana shu furgonga, bundan tashqari barcha furgonlarimizga katta kafolat. 5 yil kafolati bor va kimga shunaqa furgon, xolodilnik furgon, masalan, bortli tent, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilasizlar va obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaverish isdan chiqmas akalar. Barcha harakatimiz sizlar va o'zimiz uchun. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu raqamga telefon qilaverasizlar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan. Avtofurgoz to'g'ri tanlov. Sog', salomat bo'ling. Sizni kutib qolamiz.